Assalomu alaykum o'zbek millatdoshlar, yurtdoshlar. Hozir bir yangilikni eshitib, xursand bo'lib to'lqinlanganimdan video qilyapman. Bu raqamlarda hammamiz taniymiz, butun dunyo tan olgan, butun dunyo hozirgacha ishlatib kelayotgan raqamlar, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7. Xullas bu raqamlarda asli kelib chiqishi biz o'zbek bobomiz tomonidan o'ylab topilgan narsaligini hozir eshitdim. Shuning uchun video qilyapmiz. Nima uchun aynan bir bu shaklda yozilgan, ikki bunday shaklda yozilgan, buni har bittasini o'zini tarixi bor ekan. Imom at-Termiziy bobomiz buni mana o'ylab topib, butun dunyoga targ'ib qilib, meros qilib qoldirib ketgan ekanlar. Mana misol 1. Birda bitta burchak borligi uchun 1 soni berilgan ekan. Mana 2da ikkita burchak. Shuning uchun bu 2 mana shunday yozilgan ekan. 3. 3da ham 3 ta burchak. 4da 4 ta burchak. 5 mana 5 ta burchak. Xullas 6, 7. Bularda o'zingizlar yaqinroq ko'rib tekshirib chiqsanglar bo'ladi. Har bittasi mana 9da ham 9 ta burchagi bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 avval ilmoqli bo'lgan ekan. Nima uchunki oddiy, nihoyatda oddiy narsadan o'ylab topilgan narsa, mana butun hozirgi paytgacha mana 2026-yil bo'lsa, mana shu yilgacha mana shu narsadan butun dunyo foydalanib kelyapti. Shu at-Termiziy bobomizdan meros ekan bu narsa.